Bunday qandarak desem uqsa faqat bulmaptı. Tünge sen çay çıkarttım dep gen siya çay çıkartmap sapım kapılap otur. Düşünə sigil bulmay kapılap deydi. Müş atıştım ben tutsam yeşilgarning markasını almıştığımı dep men tutum malını tutmasam başka yeşilgar açtınla lap açsаңlar eçinglar onga kapılmaylıkin ma meslatını memde olsa küçüğüm yılınız ma türünü kılıp atqandıken siz qo'l ulasаңlar başka adamның meslatını tutup jursam qamlaşmaydiken şoň bir noje bir elip baray degendim alşam Müşlüğü nispeten bek aldırışlap gitip barsızlar lekin qanday qilamiz şundan qanday qilmaz müşlüğünü Mesela. Oy, çıkan bizden. Ondan aldı. Tizlak var, tizdalı var, tizlak. Tizlak var, tizdodun var, tizlak, tizdodun. Çıkan deyken sen. Ders bağdı sen müştacak kilemse seni saklap oturup müşvaq hiç başlamayı tutdum ben. Oy, sen bu yer dersin şimdi degen bilemedigen sen apamın kışa çıkan. Otulmay qandarak desem uqsa faqat bulmaptı. Tünge sen çay çıkarttım dep gen siya çay çıkartmap sapım kapılap otur. Düşünə sigil bulmay kapılap deydi. Qana qılamız buna? Bir çay çıkarttım ben unutup kaptım qaylama aldırışçılıkta. Ve akşamını ya Şinjanның hem yerden 40-50 adam kepdiken. Ay şunu orunlaştırman dep kallamı çeçilip gitipdi. Qanday qilamiz şu yatamak qizlar şu semirib ketime, beden şeklim o'zgarib ketdi dep javluyjon ola qapta qizlar. Kayfiyat yaxshi emas. Çoğuklar çayını bir çıkartıp büreplemegen sen gelgen demiş aşk apamda eşkelenin cidilini arıp olamay mavaq olup gitti. Onda olsa nim qilaylar? Men agar dars o'tman, sening darsing tushdan digine. Men hozir bir chirib bolalar bir ko'rishitlar. Anandan keyin sen aytpamga choy chiqib. Men ishimni qilaveray. Sizlar xafamanglar. Bek opdan chaq chiribsizlar bizning bu gapchilik tarbiyalashyapti adash. Shunday bir to'liq qatnashib bizlar nahuda. Sizlar bek yaxshi kesib ahli taq mendimi bekrak uzun bo'ldi ma kesibni qilayotganinglarga. Men shu sog'lomlik sohasida e'tirof qildiganim sizlar. Şoňlaşqan boldy imkanlashib mangsaq. Şu men sizlarning ishingni aldirash olgan ekan hamda boshqalarni ishilgan ochildi deb ishlar dunyoga qizal edi. Bo'libdi deb bergan. Şoňa siz bulnuq chiqamdi. Bo'ldi. Boshqalarni qancha? Maqul. Voy maishni qanday o'rinlashtirganding sen? Qaylar bu zoldagi adamning 20 deb xolat 20 yo'q. Voy bo'lib usloyni qilib keldim, texnik o'rgangil keldimi? Qanchalar ketsam shu dars boshlayamadim men. Nurmagul bormi yo'qmi? Bakin Nurimangul. Men butun ishni oqshomdan butun hamma odamga to'g'rilashtirayotgan ya. Ne vaqt boşa 40 minut vaqtimiz hozir zoya ketdi. Shashadin kelgan Men nima ish qildigan hamma ishniki xat yozdigandan tortib hammani o'rlashtirayotgan oqshom. Nima ish qilib vazifasiga ega bo'lmaydi u xalq. Tutiraman o'zim gap qilay hozir. Nurmangul ishxon kiring hozir. Men oqshom o'rlashtirgan qo'ylang bu hammadan bo'lmaydi deydi bu acham. Men qilib qo'ygandim shu zolliq ödem patmay qoldi. Xalatlarni taqib qilib qo'ygan shu. Yana yetmay, yana buyurib yo'l kelib hozir. Shunlash vaqt yo'lab ketdi shu. Qancha odam kelibdi? Hozir 50 ga ish bo'ldi dedim maqsad. Zollan shu patmay o'rindiqlarni jalab hozir qilib ketib bormiz shu. Yana yo'l kelayotganlim bor deydi o tara. Nima qilamiz odamni? Voy şu oldin qitim texnik o'rganib ketgandim ha. Biz yana o'rgansak oldiq deb nurg'ullar yana ketdi. Shu bu yeng bolalar bilan qo'shilib edam olib ketgan gap hozir. Bulapın pitishchimdi, qisilib o'tirib o'rganamiz. Bizning bu zalg'o 80 dan potidi. Unda qazat men deb qo'y tamni chaqsin. Ukamda olsa bolaga uqtirish qilsa hozir boshlaylarmi? Bek vaqt o'tib ketdi, ma'vulninki tugmaydi ama dars. 3 kungacha nazariya amaliyot tugmaydi. Qachon bo'lsa emas. Salam Şinjanның jay-jaylardan bugungi o'rganish sahnamizga kelgan barcha azizlar, hammanglarning kelgan qadminglarga marhaba. Men Şinjan Yeşilgar Xalqaro Sodchilik şirketining shirkat tövbkori Quncham xonimdan o'tliq salom va oliy ehtirom. Her qaysinglarni bugungi o'rganish sahnamizga yig'ishimizga maqsad bo'lsa, yaqinqi 1-2 yillardan buyon ama şu dukan sodasınki, ameliy dukan sodasınki tövellab ketishi, uningdan boshqa şu do'yin to'g'ri sodasining avjiga chiqib ketishi bilan ameliy dukanlarning sodasi pastlab, şu nurg'un xonim qizlarniki beshini qattirayotgan bir masala bo'lib kelayotgan bo'lg'achqa, bizning Şinjan Yeşilgar Xalqaro Sodchilik shirkatimizning liderimiz Gar xonim şu har qaysi kütünüş açıdığan xonim qizlarga ameliy texnikalarni o'rgatib, har qaysinglarniki texnik jihatdan eng yuqori bilimlarni, eng yangi turlarni kirgizib turib, do'konlarni taraqqiy qildirish maqsadida bugungi shu o'rganishni o'rlashtirdik. Shundaqla bu haqsiz o'rganishimizning 6-qitimligi.
Undaq bolsa, muşu bizniki muşu sahnimizni hazırlap bergen, bizniki Yeşil Gör Xalqaro Savdo Çekiliş şirketimizning liderini har qaysinglarniki qizg'in chavuki bilan qarshi olsak. Ko'pchilik rahmat. Men hozir hozir men boshqa aylandan bir taklif qilib akira olay. Shu 3 kunlik jarayonlarda men bilan birga sizlarga o'zining qo'zqadagi butun omonchlarini tang chiqarib beradigan bizniki mening suyimli adam shirkat birlashma qurg'uvchisi Mehriza xonimni taklif qila olay. Keyin shu Yeşil Gör Xalqaro Savdo shirkatimizning tug'utdan keyin kasb keltirish markazininki bosh mas'uli Nurima Gulxonimning javoblarini saqlaydi. Ondan başqa bizningki shu 18 yilning yog'ish kutni sohasida turklik rol o'ynayotgan, nurg'ulg'an sizlarga o'xshash kutni sohalarini tarbiyalayotgan, texnikalari bilan hammamizning olqishiga erishayotgan Mehribon Gulxonimning qizg'in olqishlarini bilan taklif qilaman. Hamdın olan ot salama ali ihtiramlar olsun. Bu şu bilim eliş üçün baskan kadından her kandığı fakat zayi ketmeydi dep qarayman ben. Ben gepni bek uzartıp etmeyin. Bugün değil hem bek vah olab gitip kaldı. Şuna hem meylemden muş 3 günlük ügünüşte Cim mesellerden bir tek bolap takım bek köplep bilim elip muş sahada tam terakki kılışımız için konuda ümit kılmay köpçülük terakki. Ko'pchilik yaxshimisizlar, hammalarning hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Yeşil Gör tug'utdan keyin kasb keltirish o'rnining tur mas'uli Nurima Guldan hammalarga sig'inishli salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Alda qaydima shu tarbiyalashni bir qadamliq qildik. Mana hisob bizning 5-qitimliq tarbiyalashimiz bo'ldi. Shu jarayonda shu Gör ma'lumninki shu tuvan tushib bazayish jarayonida nurg'ulg'an shu kutilish o'rinlardan saqlanayotgan masalalar, shu mayli texnik jihatdan bo'lsin, mayli do'kon yurgizish jihatdan bo'lsin, mayli shu do'konning moliyasini boshqarish, uningdan boshqa shu doim bilimlar bilan shu amaliy do'konni qanday bog'laymiz degan jihatda shu jihatda nurg'ulg'an yetersizliklar bor ekan. Shu yetersizliklarni shu 4 qitimliq o'rganish orqali Əxsiz aləti tərbiyələşilib bağdıq muş jarayonda nurg'ulg'an shu kasbdoshlarda o'sib yetilish bo'ldi. Undan boshqa o'zlik xatoliklarni to'ni bilib turib, bizga nurg'ulg'anlar yaxshi rahmatlarni aytgan bo'ldi. Shunlashqa sizlarning mush 3 kunlik qimmatli vaqtdan foydalanib turib, sizlarning o'sib yetilish bo'lib, har biringlarning yutmaylarniki, har bir shu xonim qizlarga eng o'lchamli bo'lgan, eng sistemli bo'lgan a'lo mulozimatlarni yetkazishinglarni chin dilimda umid qilaman. Hammalarning qizg'in javoblaringiz orqali bugungi so'rinni ro'slab bergan Gör ma'lumga chin dilimlarda bir qitim minnatdorlik bildirishimni aytaman. Ko'pchilik yaxshimisizlar, hammalar bilan shu Yeşil Gör sahnasida kurashganligimga yana bir qitim eng avval minnatdorlik bilan boshlaydi dedim. Hammalarga yana bir qitim rahmat, kelib turibsizlar. Ben bo'lsam shu Yeşil Gör shirkatininki kasbiy texnika so'ng kasalliklari, ayollar kasalliklaridagi tur mas'uli shundaqla sizlarga texnika almashtirish yetakchisi Mehribon Gulxonim bo'lman. Hammalar bilan birlikda o'zimizning tilda bilganini biz o'rganib, biz bilganini sizlar o'rganib, o'zaro bir-birimizning tajribasini almashtirib, birimizda to'liq bo'layotgan, kam bo'layotgan yetakchilik, kamchilik va ortiqchilikni joriy qildirib, do'konlarimizdagi o'zaro bir-birimizdagi ortiqchiliklar orqali bir-birimizning kam taraflarini to'liqlash elib berish uchun bugungi sahanda sizlar bilan birlikda o'rtoqlashganimga yana bir qitim rahmat. Hammangizga